Akalar buni lab bilan chaynab yuborsanglar ham bo'laveradi. Tish kerak emas. Haqiqiy qozon kabob qanaqa bo'lishini ko'rsataman. Koreyada qozon kabob yeydigan bo'lsangiz, go'sht oldiga free qo'shib beradi. Xuddi shu go'sht qozon go'shtimizdan bo'ladi, akalar. Amin qassobda bor. Kartoshkani archib, ikkiga bo'lib turib, ozgina tuzchadan sepib oldik. Endi e'tibor bermaysizlar, uyda ayol kishi yo'q bo'lsa, shunaqa bardakroq bo'ladi. Bitta yog'ni qizitib oldik. Kartoshkadan boshlaymiz. Kartoshkani birinchi solib, chiroyli qilib, buni qip-qizil qilib olamiz, akalar. Tuzni oldinroq sepib oladigan bo'lsanglar, mazaliroq bo'ladi. Akalar ovqat qilayotganda tuz sepmaysizlar-da, ashunda kartoshka o'ziga yaxshiroq oladi tuzni. Bo'lmasam bir xillik bo'lmaydi, akalar. Voh. Qizarishiga e'tibor bering. Jigar qip-qizil bo'lib qizarish kerak. Akalar, do'ppim yarashdimi? Like bosib qo'yavering. Jigar degan Doston akaga ham jo'natib qo'yinglar. Yomon qiladi shu gaplarini. Jinnisi bo'lyapti ovqatda. Haqiqiy qozon kabob bo'lyapti. Agar chanqab ketsanglar, mana bor-ku. Vashchi tutdi boru, bir ekan, tutdi ta'mi kelar ekan. O'zbekistonni eslatib o'ryapti-ku, rangini ham ahamiyat beringlar. Xo'p, pulini ham aytib o'tib ketdi, 2900. Amin qassobda. Kartoshkalarimiz qizargandan keyin endi dumba yoqlarimizni ham solib eritib olamiz go'shtni pishirishdan oldin. Qani bismillah boshladik bo'lmasa. O'zbekistonda dumbasi aytadi, birodarlar. Qozon kabobni birini qilyapman. Uyga borib jinnilik qilmaylar yana. Mashtan qozon kabob bo'lsin deb yoki oshxonalarga borib buni aytsanglar, o'zidan ketib qoladi akalar. Retseptimni tashlab qo'yaman, kommentariyaga qilsanglar bo'laveradi bemalol. Tayyor eritilgan, muzlatib qo'yganmiz. 3ta qilib pishirib olamiz. Mana bu yerda ham 3ta bor, bu yerda ham 3ta pishyapti. Akalar pishib bo'lgandan keyin almashtiramiz. 100% O'zbekistondan kelgan qo'y dumbaga bo'lyapti. Akalar 1 gram semishga aralashmagan bunga. Kartoshkamiz semishga yog'da pishirildi. Hidi boru, dumog'i uziyapti-yu. Birodarlar, mana go'sht pishishiga e'tibor bering. Do'ppim yarashgan bo'lsa, bitta like bosing, jigar tekinu. Shu videomda kimni kommentariyasi like yig'magan bo'lsa, 100 ming mendan, xudo xolasa, bosaverasizlar, jigarlar. Mana shu qozon kabobni jinnisini mana qilyapmiz. Chiroyli qilib kartoshka go'sht. Men piyoz to'g'risi yaxshi ko'raman. Shunaqa qilib turib ustiga terib turib ozgina dimlab qo'ysam, piyozlari bor. Nonga qo'shib yeydigan bo'ladi. O'z diyetidaman, bu safar endi ozgina chetlab o'taman shekilli. Akalar e'tibor berib qo'yasizlar, xudo xolasa chiroyli holatda olovni pastgina qilib qo'yasizlar. Bitta qopqoqchasini yoqib qo'yamiz. Mana qopqoqchasi ham bor. Dirs etib. Shu bilan ochayotganda ko'ramiz sizlar bilan. Tamom. Qozon kabobimiz tayyor bo'ldi. Endi buni chiroyli qilib solganimizdan keyin sizlarga ketamiz. Va nihoyat kutilgan qozon kabobimiz tayyor. Akalar mana shunaqa bo'ladi qozon kabob degan. Qani bismillah. Bismillah. Akalar. Mana no'xtam zo'r qilish kerak. Kartoshkasiga e'tibor beringlar. Akalar buni lab bilan chaynab yuborsanglar ham bo'laveradi. Tish kerak emas. Ketadi-yu. Yoqqan bo'lsa bitta bosib qo'yasizlar. Koreyaliklarga tashlab qo'yasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.